Mavzudan uzoqlashmagan holda dasturimizni davom ettiramiz. Toshkent viloyatining barcha hududlarida daraxt ekish ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Ohangaron shahridagi jarayonlar ham hamkasbimiz e'tiboridan chetda qolmadi. Ohangaron shahri Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ona zamin bag'riga turli xildagi nihollar o'tkazildi. Avvaliga qariyalar duoga qo'l ochishdi. Yurt obodligi, xalq farovonligi, mamlakat tinchligi, shuningdek, ekilayotgan ko'chatlarga baraka tilab yaxshi niyat qilishdi. Shundan so'ng suv yoqasiga archa hamda Poloniya ko'chatlari ekildi. Prezidentimiz ilgari surgan Yashil makon umummilliy loyihasida qatnashyapmiz. Qo'rg'on mahallasida hozir 200 tup ko'chatlarimizni olib kelganmiz. Har xil unda bir manzarali daraxtlarimiz bor, mevali daraxtlarimiz bor. Mevali daraxtlarni hozir xonadonlarga tarqatyapmiz birgalikda ekishga. Mehnatdan qochmagan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan mahalla aholisi daraxt ekish ishlarida faol qatnashdi. Kam ta'minlangan oilalarimizda, mahallalarda o'sha ko'chat olishga imkoniyati yo'q oilalarda biz mevali ko'chatlar ham ekib berish rejamizda. Insonlarning sog'ligi bu albatta yashil makon bilan bog'landi. Chunki qancha yashillik bo'lsa, qancha obod bo'lsa mahallalarimiz, bu birinchidan sog'ligimizga, ikkinchidan mana shu mahallaning ko'rki, fuqarolarimiz, keksalarimiz, mana salomatlik yo'lakchalarimizda o'rindiqlar bor. Shu daraxtlarning soyalarida o'tirib duolar qilishsa, yurtimiz bundan ham obod bo'ladi. 2025-yilda mahallalarning ekologik qiyofasini yaxshilash, ko'chalarda yashillik darajasini oshirish, respublika bo'yicha 444 ta yashil bog'lar barpo etish rejalashtirilgan. Qo'rg'on mahallasida ham bu boradagi ishlar izchil davom etmoqda. Aholi birlashib ekologik barqarorlik yo'lida javlon urmoqda.